Hammaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan bolalar Rayder bolalar bugungi videomizda bildiribdi opangiz bolalar. Bolalar sizlarga bittasi aytib o'tsam bolalar, qaranglar. Короче bolalar, men yangi YouTube kanal ochdim-da. U 700 tali omonasi bor YouTube kanalim просто yaqinda blok bo'lib qolishi mumkin-da bolalar. Shuning uchun mana shu kanalda maksimalniy podpисчика qilib ko'tarib yuboraylik bolalar. 50 ta bo'lsa stream yoqalar, stream yoqib maksimalniy aktivda obunachilarni ko'paytiramiz shu kanalda ham. Hozircha narigi YouTube kanalim turibdi. Unga ham bildiruv video qo'yib turaman. Asosan bildiruv videolar mana shu kanalda bo'lishi mumkin. Endi bolalar maksimalni shu kanalda ham podpисчика qilinglar bolalar. O'zimni kanalim bu ham bolalar. O'tib podpисчика qilinglar jigarlar. Iltimos sizlardan. Undan tashqari Telegram kanalimda bilasizlar o'zlaring. Hozir ko'rsatib ham o'taman. Akkauntlarga tekinga promokodlar olganman. Promokodlar ochib ko'ramiz bolalar. Birinchisi mana shu skalaga bor. Birinchi очередda ovozda o'chiramiz. Ikkinchisi mana Telegram kanalim agar bilmasanglar. Agar bilmayotganlar uchun Telegram kanalimda mana Crazy Passischa, ul Passischa PMTlar men kanalim chiqib keladi. O'zimning kanalimga har kuni bekka promokodlar tashlayman. Mana 11 dan 19 o'tganda ham tashladim mana. Obunachimiz olgan bolalar. Undan tashqari YouTube kanalim, Telegram kanalimda aytganman bilan mana shu kanalda yuritaman deb. Undan tashqari mana 35 lik tashlaganman, 35 likda ham olgan bolalar. 59 lik tashlaganman, 59 olgan. Mana bu yoqda 14 lik tashlaganman, qaranglar. Omunachim bor edi, hozir pizdes narsa tushirgan. 14 lik kesdi. Biz 50 ga tushirgan, ko'rasizlarmi? Mana shu tekinga 60 ga chiqarib ketganisi ham bo'ladi omunachimiz. Shuning uchun Telegram kanalimga o'tib olinglar bolalar. Sizlar ham promokodlar olib, sizlar ham YouTube chiqarib ketishlar mumkin agarda omadinglar kelsa bolalar. YouTube kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin bolalar. Bunda biz mashqesni ochamiz bolalar. Buni narxi ko'tarilib ketyapti, to'g'ri? 65 bo'lib ketdi. 30-40 bo'lardi undan. Bu 98 yaxshi. Lekin 128 etdi bilan narx qimmat etdi uni. Narx tushib ketdi vashi. Mashlardan yaxshiroq narsalardan bilan 65 mi? Da 65 yaxshi. Yana bitta ochamiz. Skala ko'pincha yaxshi kes. Uncha keslardan yaxshi berardi bilan. Ko'p bo'ldi. 46 berdi. 60 ta qo'yim qoldi, 60 ta. Tak. Qanaqangi kes olsa bo'ladi 60 taga. Davay temka ochamiz bitta. Mash temka ham oldin zo'r berardi bolalar. Qani ikkitali bittali arkasiga bitta mifik qo'yaylik, xatyabi mana. Bosamiz. Normaldir o, legenda billet. Travashdan to'xtamaydi, xatya 17 yoki 207 qaysi berdi? 11 berdimi hozir menga? 31 mi? Yaxshi 31 bo'ladi. Juda katta mesi bermadi. Yana bitta ochdik. 60-40 lardan berib qo'ysa, xatyabi. U ko'pga beribmi desam billa 20 zaybam. Akimda to'xtamaysanmi ko'p? Necha foiz ekan? 2%. Bala, mana 6%, mana 10% da 20. Hani 31.72. Avtomatik tanlash. Mana tanlaymiz yeymiz. Ay, Zaynab. Bu akkauntga kiramiz endi. Yo, buni akkauntga kiray. Birinchi buni mashinani ochib olish kerak. Bunga kirish Zaynabda hozir kirib qo'ysam yaxshiroq bo'ladi. Kim bu saytdan vaqt kirib bo'lmaydi bu brauzerdan bilan. Zaybal bu brauzer. Ana boshlandi o'zi. Iteratdan ashuna mazini biladi. Bosaman, X bosaman, yana kiritaman. 8 soatda kiradi, o'g'lim.
boshqa brauzer, boshqa saytlarga kirib ketaverib, shu bildirib tushaman kod. Bitta akkauntimiz minus ketdi, уже omadsiz bo'ldi vallahi. Bunda 99 lik dublon bor edi, adashmasam. Dublon bizga yaxshiroq narsa berish kerak edi. Katta musor narsa bermas kerak edi. Anchadan beri vallahi tekin kesdan normalniy tushgani yo'q. Oldin pizdes openges bo'lardi boru. Ko'rgan bo'lsanglar videolarimda pizdes dahshat opengeslar bo'lardi. Bitta UMP Mifixga vay bilan zaybali. Bilet 7% u. Bilan buni 35 bermaysan. 51 o'yna ko'tarib bo'ladi-da, undan o'yna ko'tarib bo'ladi. Sapyorga tikaman. 100 ham qilarmayman, ko'rasizlar vallahi, bitta deyman o'zi. Aytdim-ku, xarib bo'ldirib aytyapman, xarib. Uyda seni bildirib, gandon bo'lib. Ovoz bilan ham ochaylik biladi. O't hay bilan. 84 bilet 100 deya bilan voy jalab. Narx voshchi o'lyapti uni. Pizdes o'lyapti narx. Uning o'tmadi lekin kod. 84 da xolos, 84 da. Ko'tarib bo'lmaydi undan. Chernaydi yer ochaman. Bu ham minus beradi. O'rta ochaman keyingi stavlar. Buni 195 berib bitta atya. Satra. 63 bilan satra bermadi. Mayli, yaxshi. Pluslatdi. Uni qora bobolardan ber bilan. Satra. Hay jallat. 211 ta satra lekin. Yaxshi. Uni digilchi qancha edi? 29 yoki 162 edi. Ot zayna. 51 yaxshi. Yaxshi beryapti bu yaxshi. Juda minusdan bergan yo'q. Juda katta plusdan bergan yo'q. Endi yetardi. Toshni. 13 2% narsa berib qo'ygan. Dalbayu. Yo'bat. 16 berdi. Pizdes yetaryapti. Ko'tda bu haromda. O't akimga challa 281 edi. Mana. Oqdi, shuncha bilasiz, oq hozir. Просто voy bilat. Pechatgam yo'q edi jala. Yasebi. 58 ta qo'yib qoldim mana. Voy bilan. Qaysi hafta ochishim kerak endi normalniy bilishimiz uchun qaysi hafta ochishim kerak? Hammasini omad hal qilaman biladi. 14 berdi mana biladi. 15 minus ketdi. Zaybo. Noshxo'jlardan ber jala birorta. Yepaski. 31 ta qo'yim qoldi. 31. Nima ko'paytirsam bo'ladi hozir? Sapyor oxirgi imkoniyatim shu sapyorda. Bor umid mana sapyordan. Bu ham sikadi. Aytdim, haromi bilan chekkala bosaman demaskin, naxuy biladi. Saybalay biladi, suka biladi, anangni sikay biladi. Harom. Vallahi короче, shu bilan video tugadi. Vallahi YouTube kanaliga o'tib, obuna bo'linglar, vallahi Telegram kanaliga o'tinglar, vallahi kimga tekin gapiram kerak bo'lsa.
Har kuniga promokod tashlayman bolalar, sizlar ham olinglar. Sizlarda omadli bo'lishi mumkin bolalar, o'pingiz. Sizlar normal yuz chiqib ketishlar mumkin. Hammalarga xayr bo'lasizlar. Bilan Rayder bo'ldi. Keyingi videolarga ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.